Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Abduhoshimov Sundor va men e-commerce, ya'ni Amerikada onlayn biznes bilan 2 yildan beri shug'ullanib kelaman. Va shu kanalimda men sizlarga onlayn biznes bo'yicha yengilliklarimni chiqarishda davom etaman va bugungi videomizda biz Stripe hamda Payoneer ilovasini O'zbekistondan turib ochishni o'rganib chiqamiz. Video boshlashdan oldin menga obuna bo'ling hamda like bosish esingizdan chiqmasin. Chunki qancha ko'p sizlar meni podдержка qiladigan bo'lsanglar, shuncha ko'p sizlarga o'zimning tajribam bilan shu kanalimda bo'lishib boraman. Endi kelinglar, sizlar bilan Payoneer ilovasini qanaqa qilib O'zbekistondan turib ochishni ko'rib chiqamiz. Tak, endi biz Payoneerni ofitsialniy saytiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Tak, mana payoneer.com ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi zaregistriruйтесь degan joyi bor, o'shani bosamiz. И kelgan bu yerda freelancer, онлайн-маркетолог или создатель цифрового контента. И bu yerda онлайн-продавец, аутсорсинговая или продуктовая компания. Biz онлайн-продавец bosamiz. Mana bu knopkani bosamiz. И bu yerda bizdan so'rayapti, bizani oylik daromadimizni. Bu yerda в принципе любой narsani bosib o'rishinglar bo'ladi. И kelgan mana bu yerda elektronniy kommersiya, bu yerda registratsiya turibdi. Registratsiyani bosamiz. Xo'p. Endi bizdan so'rashadi ism, familiya, email adres, shunaqa narsalarni, dokumentlarni endi. Xo'p, biz bu yerga ismimizni yozamiz, ismimizni и familiya. Endi bu yerga email adres. Bu yerga skopировать qilib qo'yishimiz bo'ladi. И tug'ilgan sanamizni yozamiz. Endi bizani qayerda yashashimizni so'rayapti. Pastga tushib O'zbekistonni bosamiz. И bu yerda yashash joyimizni ko'rsatamiz. Xo'p, bu yerda bizani pochtamizni so'raydi. Keyin mana bu yerga telefon nomer yozish kerak. И вот biz kodni kiritamiz bu yerga. Сообщение kod keldi. Shuni kiritganimizdan keyin bizani bunaqa stranitsaga tashlaydi. Emailimizni, parolni so'raydi bu yerda. Tak, parolimizni kiritamiz. Bu yerga ham xuddi shu narsani yozamiz. Tak, bu yerga sizlarni eslab qoladigan narsalarni so'rashyapti. Tak, what was last name of your first boss? Birinchi ishlardagi xo'jayinlarni, bosslarni ismini so'rayapti. То есть eslab qolishingiz uchun, masalan, Jamshid aka qilib qo'yamiz. И bu yerda ID'imizni so'raydi. ID'imizni to'liq kiritishimiz kerak. Pasportimizning ID'si, qachon berilgan sanasi и qachon tugaydi. 2028. Bo'ldi. Keyin next bosamiz. Next bosganimizdan keyin bizani mana bunaqa stranitsaga tashlaydi. И bu yerda siz o'zingizni viza kartangiz bo'lsa, bankingizga borasiz. Bankingizga borganingizdan keyin siz ulardan bankskiy rekvizit so'rashingiz to'g'ri keladi. Ya'ni viza kartangizdagi aylanmani qog'oz qilib chiqartirishni so'rashingiz kerak bo'ladi. Bu yerda State Bank bankingizning nomi, akkauntingizni nomeri и bu yerda Swift kod. Bankka borganingizdan keyin mana shu hamma daniylarni siz bankingiz qilib beradi. Qilib bergandan keyin bu yerda agree'larni bosib turib, bu yerda submitni bossangiz, siz уже Payoneerga ofitsialniy registratsiya qilgan bo'lasiz. Вот. Keyin bankka borganingizdan keyin bankovskiy rekvizitga o'zingizni yashash joyingizni kiritish esingizdan chiqmasin, chunki Payoneer bu narsani so'raydi. No, lekin banklar o'zidan o'zi sizni rekvizitingizga yashash adresingizni yozib berishmaydi. O'shanga bankka borganingizdan keyin mana shu informatsiyani aytish esingizdan chiqmasin. Tak, siz o'sha bankovskiy shot rekvizitlaringizni Payoneerga berganingizdan keyin sizda mana shunaqa okno ochiladi. Okno ochilgandan keyin mana tepasida sizdan o'sha amerikanskiy bankovskiy shot qo'shishni so'rashadi. Siz o'sha knopkani bosganingizdan keyin o'tda Amerika, Yevropa xohlagan bankovskiy shotingizni qo'shsangiz bo'ladi. Siz albatta Amerikani bosasiz. Amerikani bosganingizdan keyin sizda xuddi shunaqa Payoneerga qanaqa registratsiya qilgan bo'lsangiz, sizda xuddi shunaqa dokumentlarni so'rashadi. O'sha dokumentlarni topshirganingizdan keyin примерно 1 hafta kutasiz. 1 hafta kutganingizdan keyin sizda amerikanskiy bankovskiy shot ochilgan bo'ladi, Payoneer полностью registratsiya qilingan bo'ladi. Va shu bilan
hamma narsangiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Xo'p, bundan keyin sizlar wap.com saytiga kirib registratsiya qilishingiz kerak. O'tga o'zingizlarning email bilan login parolinglarni kiritasizlar, bo'ldi. Sizlarni mana bunaqa okno kutib oladi wap.com da. Keyin sizlarni qiladigan основной ishinglar profilga bosasizlar. Bosganingizdan keyin mana bu yerda balance bor. Balance ustiga bosasizlar. Mana bu yerda ko'rasizlarmi? Menda ошибка chiqazyapti. Bu yerda biz verify account bosamiz. Verify account bosganimizdan keyin bizani primoy stripe.com saytiga tashlab yuboradi. Ko'rishingiz mumkin ekranda. Keyin sizlarni qiladigan основной ishinglar bu yerda savollarga javoblarni to'ldirasizlar. Ism, familiya, telefon nomer, yashash adres, проживание shunaqa. Keyin mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar social security number so'rayapti. Buni hech qanaqa nomer yozmaysizlar bu yerga. Просто continue ni bosib o'tib ketasizlar. Nimaga social security ni yozmasinglarni keyinroq tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, keyin mana bu yerda ID verification so'rayapti, ya'ni ID pasportinglar bilan shundoq ekranga qarab turib rasmiy tushishingiz kerak. Вот, men bu narsani qilmayman, o'zingizlar qilib olasizlar. Bankovskiy счётinglarni so'raydi. Bu yerda mana bu yerda enter bank details manually instead, to есть ручной bosasizlar, mana bu ko'k knopkani. Bosganingizdan keyin mana bu yerda emailinglar уже ulangan bo'ladi Stripe akkauntingizga. To есть bu yerda Stripe ga hozir registratsiya qilamiz. Registratsiya qilishdan oldin sizlar esingizda bo'lsa, emaillarni yozdinglar. Bu email уже yangi Stripe akkauntga ulangan email bo'ladi. Continue with link qilamiz. Вот, menga kod keldi, mana shu kodni yozdim. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bankovskiy счётim ulangan. Bankovskiy счёtda o'sha Payoneer akkauntni ochtirganman men. Mana shu bankovskiy счёtda ulab qo'yganman sizlar. Mana bu yerda add bank account bosasizlar. Bosganingizdan keyin o'sha Stripe'dagi bankovskiy счётinglarni mana shu yerga ulab qo'yasizlar. Bu degani уже Stripe akkauntingizga sizlarning bankovskiy счёт ulangan bo'ladi уже avtomatически. Plusga bossanglar add bank account bosganingizdan keyin уже avtomatически sizlarning bankovskiy счётinglar, Amerikadagi bankovskiy счётinglar bu yerda Stripe'ga ulangan bo'ladi уже. И вот, amerikanskiy bankovskiy счётinglarni ulab bo'lganingizdan keyin sizlarni mana bunaqa oknoga tashlab yuboradi. Yana mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, mana amerikanskiy bankim уже ulangan. Mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar incomplete turibdi. Ya'ni oxirigacha ham narsalarni to'ldirmadinglar. Bu yerda SSN nomer yozishingiz kerak. Buni o'tkazib yuborasizlar. Bo'ldi, shu proseslarni qilib bo'lganingizdan keyin sizlarda avtomatik Stripe akkauntingiz ulangan bo'ladi. Keyin sizlarning основной yana qiladigan ishingiz stripe.com saytiga kirib turib, o'sha kiritgan emailinglarni, mana bu hubda kiritgan emailinglarni o'sha Stripe ga kiritib, verifikatsiyadan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, sizda avtomatik Stripe akkaunt ulangan bo'ladi, to есть verifikatsiyadan o'tgan bo'ladi. Social security number ga keladigan bo'lsa, siz shu narsani Stripe help centerga kirganingizdan keyin ularga yozasiz, что siz O'zbekiston rezidentsiz. O'zbekistondan turib, menga Stripe akkaunt kerak va meni Stripe akkauntimni verifikatsiyadan o'tkazib beringlar deysiz. Keyin Stripe degilar sizni tushunib, bu yerda Stripe akkauntingizni verifikatsiyadan o'tkazib beradi. Uning uchun siz mana bu kiritgan hamma dokumentlaringizni ularga yana boshqatdan topshirishingiz kerak bo'ladi va shundan keyin sizni Stripe akkauntingiz tayyor bo'ladi. Hozir kelinglar, Stripe saytiga kirib ko'rsatib beraman. Stripe akkauntinglarni ulab bo'lganingizdan keyin основной stripe.com saytiga kirasizlar, sign in bosasizlar. Sign in bosganingizdan keyin sizlarni mana bunaqa okno yana kutib oladi. Bu yerga siz o'zingizni emailingizni yana yozasiz. O'sha wap.com ga yozgan emailingizni bu yerga yozasiz, chunki o'sha emailga sizga уже Stripe akkaunt ochildi. Sign in knopkasini bosganingizdan keyin уже sizlarni Stripe akkauntga tashlab yuboradi. Va ekranda ko'rib turganinglardek, уже biz Stripe akkaunt tayyor va bizning основной qiladigan ishimiz Stripe ichida o'sha social security number sizlarda yo'qligini Stripe help centerga tushuntirish bo'ladi va tushuntirganinglarda sizlar aytishingiz kerak, что sizlar O'zbekistonda turibsizlar, O'zbekiston fuqarosisizlar va sizlarga Stripe akkaunt kerak, chunki siz Amerikada biznesingiz bor. Вот, keyin o'sha boy aytib o'tganimdek, o'sha dokumentlarni polniy hammasini topshiradigan bo'lsangiz, o'sha help centerda turgan odamga, ular sizga mana shu Stripe akkauntni polniy dostуп beradi va siz bemalol Stripe akkauntni ishlatsangiz bo'ladi.